Assalomu alaykum hammaga. Mana eplab choshni ham yuvib oldik bugun. Endi video qo'ysak bo'ladi. Qanaqadir obzorlarim bor bir ikkita. Keyin yana bir ikkita joydan bir ikkita mishmishlarni eshitdim. Bir ikkita mishmishlarni eshitdim. O'shalarni hozir tasdig'ini ham eshitdim. O'shalar haqida ham keyin gaplashamiz. Keyin bir ikkita xotinlar menga yozibdi. Endi men 1 yildan beri uyda o'tirib g'iybatkash bo'lib qoldim-da, men ham g'iybatlarga qo'shilib dedichi bo'lib qoldim. Tavba qildim. Vaqtim vashi bo'lmagan. Hech qachon birov bilan g'iybat dedi. Paloncha palon debdi deb orqasidan ham qo'yib yurmaganman. Dedi deb ana izlab ham ketmabman birovlarni. 1 yildan beri lekin shunaqa ta'rifdaman. Dedi g'iybat, ana bu dedi, bu dedi, bu nana dedi. Lekin men haqimda aytilgan gaplar orqasidan hech qachon qo'psan shunaqa debsan-ku. Meni shuna debsan-ku demayman. Prosta men uchun kulgili-da. Nimaga deb qo'yishim mumkin, lekin u palon debsan deb orqasidan qo'ymayman. Qo'yishim mumkin jiddiy ayblov bo'lsa, o'ta jiddiy ayblov bo'lsa, o'zim ham his qilsam nekomfort. Hozir internetda paloncha bilan urushyapsizmi, nimaga unaqa bo'lyapti deyishyapti. Men hech kim bilan urushayotganim yo'q. Birov bilan urushyapti deb o'ylamanglar. Kim bilan nimani gaplashgan, nima qilgan bo'lsam, hammasini kelishib olganmiz. Bu yerda tushunmovchilik bo'lgan, hammasi joyida. Janjal yo'q hech qanaqa. Men ko'ngilchan odamman, mehribon odamman. Bitta odam yig'lasa, yo bo'lmasa bitta odam dardini aytsa, yo bitta odam problemasi bo'lib qolsa, men naborot o'shani problemasi bilan bo'lib ketib даже o'zim nima xohlaganim ham esimdan chiqib ketadi. Shunchalik darajada odamman. O'zim nima xohlashim, aslida uni unday qilib yuborishaman, hozir yorib yuboraman, ko'zini o'yib yuboraman deganim bilan u bechara bir og'iz anaqa qilsa, men laqqa tushaman. Вообще. Даже nima deydi? Eng yaqin qarindoshim o'ldirib qo'ygan bo'lsa ham tushuntirib nima qilsa, men unaqa qilaman. Unaqa odam emasman. Nima deydi, ushlab turib bir umr alam bilan bir narsa qilish kerak shuni deb ichida saqlaydigan odam emasman. Chunki hayot bir marta, hammamiz o'lamiz, yo'q bo'lib ketamiz. Birovlarga qilingan yomonliklar emas, birovlarga qilingan yaxshiliklar, birovlarga kechirilganligi, bu hayotdagi mehribonligingiz u dunyoda mukofotlanadi. Men bu dunyoni nimasiga ishonmayman. O'shaning uchun unaqa deb o'ylamanglar. Meni kuzatayotganlar, bilayotganlar, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb o'ylayapti. Yo'q, unaqa emas. Men urushqoq odam emasman. Даже meni gaplarimni bir ikkitasi eshittirib olibdi. Gaplashgan gaplarimni chatda. Endi o'zi aytdi, boramiz, o'tiramiz 50-50 desa, endi ichamiz degan ma'noda. Men ichmayman, yo'q, unaqa emas, men oppo qo'yman demoqchi emasman. Da o'tirib xohlaganimcha ichaman, dakkaz ichaman. Ichkim kelsa, po'xxuy menga. O'sha gaplarni eshittirib o'zicha endi men obro'yim yerga urmoqchi bo'lganman. Hatto sizlarni oldlaringda obro'ga tupurgan joyim bor. Sizlar kim silamasizlar, oldlaringda qanaqadir obro'ga ega bo'lishim kerak. Meni obro'yim odamlar orasida bo'lishi вообще menga interesni emas. Odamlar men haqimda nima deydi, odamlar meni hurmat qiladimi, yo'qmi? Yo'q. U narsalar interes emas. Bilaman, har bitta men haqimda yomon gapirganlar, har bitta meni unday qilganlar ham baribir oxirida kelib o'zimga to'qnashadi. Nechtasi mana shu hayotim davomida nechtasini ko'ryapman ham. Men siz bilan urushgan edim, bir vaqtda siz bilan shunaqa bo'lgandim, lekin men hozir shunaqa ahvoldaman, siz menga maslahatingiz kerak, siz menga yordamingiz kerak, kechirimli bo'laylik deb gapni boshlaganlar nechta bo'lganda. O'shaning uchun baribir yo'l menga kelib to'xtaydi. Musofirda yurgan bo'lsanglar, o'shaning uchun men o'ylaymanki, noto'g'ri fikrlar borib, o'zlaringni kimnidir obro'sizlantirishga yoki bo'lmasam atrofingdagi o'zlaringni узкий kurukchalaring bo'ladi, bir nedagon, itga ham qiziq bo'lmagan kuruklaringni oldida bari obro'sizlantiraman deb o'ylamanglar. Men tupurganman unaqa kuruklaringga. Hammang meni fanatimsanlar. Itogo o'ldim deganda dugonalaring, kuruklaringda bittasi meni o'ligida yaxshi ko'radi. Qizlar, yigitlar, luboyga men bilaman. O'ldim deganda bittasi menga fanatda, bittasi meni gaplarimga, bittasi men o'zimni tutishimga, bittasi meni hayot tarzimga fanat. 100% javob gapimga. Chunki hamma ham olmani yaxshi ko'rmaydi-yu, hamma ham bananni yaxshi ko'rmaydi-yu, kimgadir qulupni ham yoqadi. Nima deydi?